Assalomu alaykum. Bugungi videoning nomi Oxford dekorativ yostiq jildi va uni qanaqa tikish kerakligini ko'rsataman. Uni razmerlari 70, 50, 50 ga 50, 60 ga 50 bo'lishi mumkin va ixtiyoriy har bir tikuvchi o'ziga moslab tikib oladi. Endi men hozir tikkan bu jildni ikki qismdan iborat, usti va bir dona va astari 2 donadan iborat. Zamok ishlatmaslik uchun men 2 dona materialdan ishlatdim. Ust qismi mebelli materialda qalin mato ishlatilgani uchun past qismiga ham agar o'sha qalin matodan ishlatsam tikishga qiyin bo'lardi. O'shaning uchun men satin mato ishlatdim. Yana zamok, ya'ni molniya o'rnatmaslik uchun ikkita bo'lak olib o'sha razmerda, mana razmerlar boshda ko'rsatilgan, ikkita o'sha satinni tikiladi. Endi zamoklarni men yoqtirmaganim sababi ko'pincha tez buziladi. Zamoklar ishdan chiqadi, uni begunoh o'chib ketib qoladi. Natijada restavratsiya qilishga to'g'ri keladi har bitta yostiq jildini. O'shaning uchun eng qulay mana shu menga o'zimga yoqadigan usul. Mana shu ochiq joy qoldirib, albatta mato ko'proq bo'lishi kerak. Men 50 mana ikkita orqa tomon deb yozganman. 50 ga 40, 50 yoki 40 sm bo'lishi kerak deganman. Endi anaqasini enini uzunligi mana xuddi yostiq o'sha o'rtasidagi razmerdek bo'lishi kerak. Oldin o'sha ikkita astarini bir-biriga biriktirib olamiz. Biriktirgandan keyin hamma perimetr bo'yicha, atrofi bo'yicha bulovkalar taqib chiqamiz. Ham 1,5 sm. Odatda biz tikkanimizda choy haqi 1 sm 0,7 mm qoldirardik. Lekin bu yerda 1,5 sm qoldirganimiz sababi chunki mato titiluvchi mato titilib ketar ekan. O'shan titilib ketgan hisobiga titilib ketishgani uchun men 1,5 sm qoldirdim. Endi tikib bo'lgandan keyin uni ag'darib, yaxshilab dazmollab, chetidan yana bitta choy o'tkazdim. Mana hozir men ko'rsataman. O'sha endi mana chekkasidan 1 mm, 2 mm joy qoldirib, atrofidan yana bitta chok yurg'izib chiqamiz. O'shanda tarqalish xavfi kamroq bo'ladi. Endi har to'rt tarafidan, ya'ni perimetrdan mana qarang, belgilab olamiz. O'rtasini, sentrini, markazini belgilab olib, eniga bizga 50 sm bo'lishi kerak. O'sha nuqtadan, mana shu nuqtadan, hozir belgilagan nuqtamizdan mana lineykada mana shu nuqtadan o'ng tarafdan ham 35 sm, chap tarafdan ham 35 sm qilib chizib olamiz. Lekin mana bordyurni eni, mana men qulog'ini eni kamida 5 sm bo'lishi kerak. Men bu yerda 6 sm chizib oldim. Chunki qancha o'zi kattaroq bo'lsa, chiroyli chiqadi. Kichkina bo'lsa, unaqa chiroyli chiqmaydi bu ushkasi. Bu tarafidan bo'lsa, mana lineykani o'sha markazga qo'yib olib, 25, bu tarafda 25. Itavu 50 sm qilib chizib olamiz. Bu usul alohida tesma qo'yib yoki bo'lmasa alohida mato qo'yib tikkandan ancha qulay usul hisoblanadi. Lekin bu yostiq jildlarini tikishning boshqa usullari ham ko'p. Lekin mana shu usuli menga ko'proq ma'qul keladi. Chizganimizda bu anaqamiz dazmollaganda o'chib ketadigan mel, o'shaning uchun xavotir olish kerak emas.
Mana endi tayyor bo'lgan jildimizga yostiqimizni joylaymiz. Endi yostiq razmeridan 1-1,5 santimetr, iloji bo'lsa 2 santimetr kengroq bo'lgan ma'qul. Masalan, yostiq eni 68 bo'lsa, buni 70 qilib olish kerak. 2 santimetr bo'lsa, ya'ni ichida svobodniy, erkin tursa, chiroyli turadi. Yostiqning anaqasi bu dekorativ bo'lgani uchun, chiroyli turish uchun, pritik, ya'ni tiqilib tursa, unaqa chiroyli turmaydi. O'shaning uchun 1,5-2 santimetr zapasi bilan tikish kerak. Bu usulda tikkanda yostiq hadib chiqib ketavermaydi. Ichidagi yostiq zamokdan molniyadan afzal tarafi shu. Mana chiroyligina quloqchalar bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimga a'zo bo'lishni esdan chiqarmanglar. Like bosing, sog' bo'ling. Xayr.